Darslarimizni davom ettiramiz. Bu darsimizda double qiymati va shart operator haqida gaplashamiz. Double turi bu turga hali duch kelmagandik, chunki bu float oilasiga mansub. Float turga o'xshash, faqat undan kattaroq maydonga ega. Bunda ham foydalanish uchun o'sha albatta keling, men ma'lumot berib qo'yay. Suzuvchi vergullardan foydalanishimiz kerak. Faqat shunisi e'tiborliki, agar men keling o'sha qiymat o'zlashtirgan vaqtimda menga bironta konsol oynadan qiymat kiritmoqchi bo'lsam, albatta birinchi convert qilib olishim kerak. Convert qaysi tipga? Biz o'zgaruvchimiz int tipida bo'lganda to int 32 ni tanlagan edik. Endi to double tanlashimiz kerak. To double metodi konsol oynadan readline metodini kiritamiz. Xo'sh, kiritib olishni bir marta ishlatib ko'raylik. Holat qanday bo'ladi? Demak, dasturimiz o'sha ishladi. Demak, qiymat kiritishimiz, konsol oyinida qiymat kiritishimizni so'rayapti. Men qiymat kiritaman. E'tiborli bo'lish kerak. Mana shu yerda dasturimiz kodida biz nuqta yozyapmiz va u nuqtani qabul qilyapti, lekin konsol oyinida kiritayotganimizda albatta virgul bilan yozishimiz kerak. Shundagina u to'g'ri ishlaydi. Nuqta bilan esa xatolik yuz beradi. Demak, double menimcha tushunarli. Keling, shart operator haqida gaplashaylik. Shart operatori nima? Shart operatori bitta masala yordamida tushuntiraman. Keling, dasturning yoshi bilan foydalanuvchi yoshini solishtirib dastur javob qaytarsin. Int tipidagi yosh degan o'zgaruvchi olaman va yosh o'zgaruvchiga qiymat qabul qilaman. Albatta convert qilishimiz kerak. Convert int metodini tanlaymiz va konsol oynadan readline metodlarini olamiz. Xo'sh, keling, men undan oldingi konsol oynaga yozib qoldiraman. Yosh kiriting degan oyna qilib va line olib tashlayman. Albatta nuqtani belgilab qo'yishimiz kerak. Yoshimizni kiritdik. Agar foydalanuvchi yoshini kiritgan vaqtda u dasturning yoshidan, ya'ni dastur yaratilgan yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa, men shartli ravishda dastur yoshini 10 yosh deb olaman. Foydalanuvchining katta degan yozuv chiqsin. Agar kichik bo'ladigan bo'lsa, kichik degan. Ya'ni qanday? Keling, men if kalit so'z bu. Agar ma'nosi agar deb tarjima qilinadi va qavs ichida men shartni berishim kerak. Shartimiz qanaqa? Yosh, ya'ni foydalanuvchi kiritgan yosh katta bo'lsa 10 dan. Dasturning yoshini shartli ravishda 10 deb oldik, shuning uchun 10 dan deb yozyapman. Bu katta belgisi. Keling, o'sha belgi haqida ozgina tushuncha berib ketay. Katta, kichik, tenglik belgisi ikkita teng navbati bilan kelyapti. Bittasi o'zlashtirishida, demak bu tenglik belgisi. Va bizda teng emas belgisi bor. Bu shart amallar hisoblanadi. O'sha shart amallarni foydalanamiz. Yosh katta bo'lsa 10 dan skobka ochib qo'yaman. Konsol qilaylik. Foydalanuvchi katta degan yozuv chiqsin. Aks holda
Ya'ni keling bir marta ishlatib ko'ramiz. Hozircha natijani tekshirish uchun yoshingizni kiriting. Men qanaqadir 15 yoshini kiritaman. Demak, foydalanuvchi katta. Foydalanuvchi kim? Bu hozirgina 15 ni kiritgan o'sha foydalanuvchi hisoblanadi. Yoshingiz katta. Demak, agar men bu yerga qanaqadir 3 kiritsam-chi, 3 kiritganimda hech qanday natija qaytarmadi, chunki biz faqat yosh 10 dan katta bo'lgan holati uchungina buyruq yozdik, kod yozdik. Uni aks holda bo'lganda, ya'ni mana bu shartimiz true emas, false qiymat qabul qilganda nima bo'ladi? 3 katta 10 dan bo'lganda, misol uchun 3 kiritib ko'rdik, o'sha 3 katta 10 dan bo'lganda false qiymat qabul qiladi va bu holatda if ning else qismi ishga tushishi kerak va o'sha kodni yozamiz. Bu yerda endi aks holatini yozishimiz kerak. Line dastur katta degan yozuvni yozishimiz kerak. Agar 10 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, dastur katta. Ni kiritib ko'radigan bo'lsak, demak dasturning yoshi katta. Dasturning deb yozib qo'ying. Endi yana bir holat borki, bu yerda o'sha 10 ni kiritganimizda dasturning yoshi katta degan so'z chiqyapti, ya'ni false qiymat qabul qilyapti, chunki 10 yoshni joyiga 10 qo'ysak, 10 katta 10 dan. Bu shart yolg'on qiymat qabul qilyapti. Shuning uchun false else tomon tanlanyapti. Keling, men buni to'g'rilayman. Buning uchun nima qilish kerak? Bu yerda katta bo'lgan holati biz else tomoni ichiga yana bitta if shart qo'yamiz. Men skobkalarda vaqtincha o'chirib turaman, chunki else ning ichida hozircha shart emas. Buni o'chirmasak ham bo'lar ekan, mayli. Nima uchun o'chirganimni tushuntirib o'taman. Ifoda soni bitta bo'lganda skobka qo'yish shart emas. Ular bir nechta bo'lsa, demak skop qo'yish kerak. Qavsning ichiga yana shart yozaman. Yosh o'zgaruvchimiz teng bo'lsa 10 ga. Demak, skobka qo'yib console line xabar qoldiramiz. Yoshimiz teng. Bu o'sha dasturchi bilan foydalanuvchi bilan dastur o'rtasidagi muloqot. Demak, yoshimiz teng. Undan keyin foydalanuvchi katta bo'lgan holati, yoshi teng bo'lgan holat, dasturning yoshi katta bo'lgan holati uchun if ning else qismini qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, yana bitta skobka qo'yamiz. Skobkalarda o'sha adashib ketmaslikka harakat qilinglar. Menimcha hammasi tushunarli bo'lsa kerak. Keling, ishlatib ko'ramiz. Demak, endi 10 ni kiritib ko'rganimizda yoshimiz teng degan variant ham bor. Xo'sh, bu shart operatori, albatta buni o'tgan safargi darsimizda aytib o'tganimdek mana bunaqangi masalalar bilan mustahkamlashda juda ham foydasi katta. Buni maslahat beraman. Albatta iloji boricha musofaga bo'ling. Shart operatoridan tashqari bizda qisqacha bitta ifodalar uchun ishlaydigan shart amalimiz ham bor. Keling, buni ham ishlatib ko'ramiz. Int a, b va katta degan o'zgaruvchilarni yaratib olaman. Men bu qismini hozircha o'chirib tura qolaman. Xo'sh, keling. Aga o'zlashtiramiz. Convert klassining int32 metodini va albatta uning ichida
konsoldan readline metodini tanlaymiz va xuddi shunday b ni ham kiritib olaman. Ikkita o'zgaruvchini ham kiritib oldim navbati bilan va katta o'zgaruvchimizga o'zlashtiraman shart amali yordamida ularning kattasini. Demak, a katta belgisi b dan so'roq belgisini qo'yaman. A ni aks holda b ni o'zlashtirsin. Demak, jarayon qanday bo'ladi? Jarayon a va b ni solishtirib ko'radi. Agar a katta bo'lsa, so'roqdan keyin mana kelayotgani o'sha a ni o'zlashtiradi kattaga. Agar b katta bo'lsa, shartimiz to'g'ri bo'lsa a ni o'zlashtiradi. Aks holda bo'lsa, a bilan teng yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, o'sha b ni o'zlashtiradi. Buni tekshirib ko'ramiz. Buning uchun bir marta chop etib ko'ramiz o'sha katta o'zgaruvchimizni. 5 va 9. Demak, kattasi bizda 9. Dasturimiz to'g'ri ishladi. Biron joyga tushunmasalar yozishlari mumkin. Albatta javob yozamiz. Hozircha shu.